Siz bilan Doktor Mirkamol kanalimga xush kelibsiz. Siz bilan teri soch muammolarini zamonaviy yechimi bilan tanishtirib o'tishdan xursandman. Bugun siz bilan dolzarb mavzu, ya'ni kengaygan poralarni qanday qilib kichraytirish mumkin, qanday davo choralari bor, shu haqida gaplashib o'tamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Bugun siz bilan poralarni qanaqa kichraytirish va normallashtirish mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz. Terini strukturasi borib taqaladi naslga. Naslda kimdadir poralar kengroq ko'rinsa, kimdadir torroq ko'rinadi. Buni foto orqali ko'rishingiz mumkin va bu borada bir nechta tekshiruvlar, izlanishlar o'tkazilgan. Izlanishlarni silka namunalarini sizlarga mana ko'rsatib o'taman. Demak, poralarning kengligi va torligi naslga va etnik kelib chiqishga borib taqaladi. Ikkinchi holat, ya'ni yoshlik davridan, balog'at yoshidan yog' bezlari aktivligini ortishi va turli xil husnbuzar toshmalarning paydo bo'lishi davrida poralarning kengayishi. Bu yerda asosiy sabab yog' tarkibini o'zgarishi va yog'ning quyuqlashishi va uni chiqib ketishi qiyinligi hisobiga shu poralarimiz kengayishini ko'rishimiz mumkin. Uchinchi sabab bu yosh kattalardagi bo'ladigan sabab terining turgorligi va elastikligining kamayishi. Turgorlik va elastiklik kamayganligi hisobiga teridagi poralarimiz bizda kengaygan holatda ko'rinadi. Bu kattalarda uchraydigan omillar. Yoshlarda yog' tarkibi oshish hisobiga bo'ladigan bo'lsa, kattalarda elastik turgorlik kamayishi hisobiga, trofika buzilishi hisobiga poralarimiz kengayib ko'rinadi. To'rtinchi omillari poramizni kengayishiga olib keladigan omillar bu mexanik yuzni tozalash yoki mexanический чистка deb ataymiz. Чистка hadib qilaversak, biz poralarimizni kengaytirib qo'yishimizga o'zimiz sabab bo'lib qolamiz. Bu to'rtinchi omildir. Teri poralarining kengayishining yana bir sababi, ya'ni 5-sababi teri trofikasining buzilishi. Ya'ni teri trofikasining buzilishi degani bu terini oziqlanishini buzilishi, qon orqali teriga keladigan ozuqa, kislorodni yaxshi yetib kelmasligi. Bu qachon bo'lishi mumkin? Teri yallig'lanish kasalliklari, masalan, ro'zyugrik, ya'ni pushti husnbuzar, akne holatlarida yoki yondosh kasalliklarimiz bor. Masalan, qalqonsimon bez funksiyasi yaxshilamayapti, gipotireoz bor, yoki anemiya, kamqonlik bor, yoki qandli diabet bor. Ana shunaqa holatlarda trofika buziladi, poralarimiz kengayganday bo'lib ko'rinadi. Poralarni qanaqa qilib toraytirishimiz mumkin? Biza porani toraytirishimiz yo'li bu terini trofikasi, ya'ni oziqlanishini yaxshilash va elastik turgorligini tiklash orqali biza poralarimizni kam ko'rinadigan holatga olib kelishimiz mumkin, ya'ni toraytirishimiz mumkin. Endi poralarni qanaqa qilib toraytirishimiz mumkin? Shu haqida gaplashamiz. Poralarni toraytirishda faqatgina mahalliy shu terini o'ziga qilinadigan muolajalar, uhoddan tashqari biz pitaniyamizni to'g'rilashimiz kerak. Yondosh kasalliklarimiz boya aytganimizdek, gipotireoz, anemiya, qandli diabet, hokazo, yoki akne, yoki rozatsiya kabi holatlar bo'ladigan bo'lsa, ularni normallashtirishimiz albatta zarurdir. Hop, qanaqa protseduralar, qanaqa professionalniy protseduralar bizda poralarni toraytirishga yordam beradi? Bular birinchisi needling, kosmetologik muolajalar needling deb ataladi. Ikkinchisi mezoterapiyalar, turli xil preparatlarni, trofikani yaxshilaydigan preparatlarni, terini elastik kollagen tolalari ishlab chiqarishni oshiradigan mezoterapevtik preparatlar borish orqali normallashtirishimiz mumkin poralarimiz. Bundan tashqari turli xil pilinglar agar to'g'ri qo'llanilsa, birmuncha poralarni toraytirish mumkin, lekin noto'g'ri qo'llanilsa kengayishiga sabab bo'ladi. Lazerli shlifovka, ya'ni shlifovkani yengil shlifovka qilish ham poralarni birmuncha toraytiradi va fototerapiya bu qon aylanish yaxshilaydi, trofikani yaxshilaydi, elastik kollagenlarni stimul qilib beradi. Shu orqali biz
birmuncha poralarni torayishini ko'rishimiz mumkin. Bu professional protseduralar. Albatta, professional protseduragacha biz uходlarni ham to'g'ri qilishimiz kerak va qaysi vositalar bugungi kunda poralarni toraytirishga yordam beradi. Shu haqida ham hozir aytib o'taman. Poralarni toraytirishda домашний уход, ya'ni terini qanaqa parvarish qilish kerak? Bu birinchisi, agar makiyaj qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri demakiyaj qilishingiz kerak. Agar yog'li, qalin qilib makiyaj suradigan bo'lsangiz, unda tozalashga gidrofil mahsulotlardan foydalanishingiz kerak. Agar yengil makiyaj qiladigan bo'lsangiz, unda mitsillar voda orqali demakiyaj qilib tozalashingiz kerak. Tozalash, yuvish, demakiyaj yuvishda pH 5.5 bo'lgan vositalardan foydalanishingiz kerak. Toniklardan foydalanish. Toniklardan foydalanishda ehtiyot bo'lish kerak, chunki tarkibida turli xil spirtli ko'llar tutadigan toniklar mumkin emas. Poralarni kengaytirib qo'yishimiz mumkin. Va namlantirish. Namlantirishda biz krem mazlardan emas, aynan emulsiyalardan foydalansak to'g'ri bo'ladi va poralarning yo'lini bekitib qo'ymaydi. Bundan tashqari, uходimizga poralarni kichraytirishga yordam beradigan kosmetik vositalar, ya'ni retinol sostavli dori vositalarini, kosmetik vositalarni kiritishimiz kerak. Bular retinol asetat, retinol palmitat, retinol va hokazo. Shu vositalar tutadigan turli xil sivrtkalardan foydalanishimiz mumkin. Haftada 2-3 marta. Agar yuzimizda husnbuzar belgilari bo'ladigan bo'lsa, unda aptechniy retinoidlardan foydalanamiz. Bular tarkibida bilan tretinoin, izotretinoin tutgan vositalar ham foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana haftada 1 marta yoki 2 marta домашний peelinglardan yoki домашний turli xil maskalardan foydalanish ham poralarni normallashtirishga yordam beradi. Masalan, salsil kislota tutadigan vositalardan haftada 10 sonda foydalanish poralarni kengayishini kamaytiradi. Har kun foydalanish esa nabarot kengayishini kuchaytirib qo'yishi mumkin. Azizlar, demak yuqoridagilar fikrlardan hammasini bir qilib aytadigan bo'lsak, poralarni toraytiradigan yagona vosita yo'q. Bu porani kengayish sabablari bo'yicha yuqorida sanagan 5 ta omil sanab o'tdik. Ana o'sha omillar va shu omillarga qarshi kurashish bizda talab etiladi. Bu уход, turli xil protseduralar va yegan-ichgan narsalarimizni to'g'rilash orqali teri poralarini normada saqlab turishimiz mumkin ekan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan like kutib qolaman. Kanalimga obuna bo'ling. Qiziqarli ma'lumotlar hali juda ham ko'p.